Do'stlarim, adolat bor. Kurashmagan odamning adolati yo'q. Kurashib yarim yo'lda tashlab ketganga ham adolat yo'q. Xohlagan joyingizga boring, adolat topasiz. Prezidentimiz qonunlarni bizni himoya qilish uchun chiqarib qo'ygan, lekin uni biz chaynab og'zimizga tiqib qo'ymaydi-ku, ozgina o'qib o'zimiz harakat qilishimiz kerak-ku. Odamdan silishga mana nimasini o'tkazib o'rmas kerak-da, bee'tiborlikda. Bari foydasi yo'q deb yugurmaymiz. Biz harakat qilsak, adolat topiladi. Ayrim mansabdorlar, o'sha insofni yegan mansabdorlarni qo'liga o'sha majburan o'sha ishingiz tushib qolsa, mana shunaqa xalqni qiynaydigan jarayonlar bo'ladi. Ular shuni xohlashadi, o'zlari aytadi. Nima ular baribir haq-huquqni bilmaydi ular deydi. Ular tushunmaydi buni deydi. Ular adashganligini, xato qilganligini siz isbotlab berishingiz kerak. Vaqtingiz bo'lganda o'tirib qonunlarni, fuqarolik to'g'risidagi o'sha kommunal xizmati bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, ochib o'qish kerak, huquqlarni bilib olib bosish kerak. Boryapsizmi qo'lingizda kamera bilan? Kamera bilan. Prezidentimiz o'zlari aytayapti. Barcha mansabdorlar xalq xizmatkori deb aytayaptilar. Xalq uchun xizmat qiladi deyapti. Meni gaplarim emas bu. Kim davlat prezidenti atrofida bo'lsa, xalq xizmatkori. Yoqadimi, yo'qmi? Xalqni xizmatini yaxshi qilsa, umri u lavozimda ko'p bo'ladi, ordenlar oladi. Xizmatini qilmadimi, u siyosatga xiyonat qilgan bo'ladi.